Assalomu alaykum. Bugun 15-iyun dushanba kuni 2026-yil. Mana shu yo'nalishim bilan gapirib tanishtirarkanman. Kommentariyada obunachilar aytishgan ekan, shu qonuniy bilan shu yo'nalish orqali aytdim. Bugun qanaqa kun, nechinchi yil, cheslo nechigacha aytishga majbur bo'lib aytdim. Xo'p. Endi bizning ota-bobomiz prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimov joylari jannatda bo'lsin. Ilgari mana shu gullarni hammasini qonun qilib kuch-quvvatlar yurgandilar. Ular ham nimadan bajarganlar? Amir Temur qonundan. Endi hozirgi bizning hayot prezidentimiz tog'amiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev hayotli umri uzoq bo'lsin. Ular ham shu qonunni chiqarib gullarni kuch-quvvatlar yurdilar. Biz ham mana shu ichim chaqirmasa ham savobgarchilik keldi, bizga ham pul tushadi, baraka. Ish ham reklama baraka tushadi, shuning uchun savobgarchilikka qilib ketaveraman. O'zash qadimgi nima bo'lganlarini mana shu yerda tanishtiraman, yoshlikni eslab. Bo'pti. Bog'chaga mana yerdan kirilardi-da, o'zi ag'da ikki qavatli, ikkinchi qavat bog'cha qoldi. Mana shu yerda bog'cha bo'lgan gruppa o'zi. Xo'p. Mana gullarimda o'tanishni ko'rsatay. Mana shu yerda 3-4 ta 5 ta alohida gruppa bog'cha bo'lganda, men bog'chada bo'lganman. Xo'p. Mana bu bog'chani o'ynadigan bolalar o'yingoh bo'lgan bog'chani. Mana shu yerda bog'chada bo'lganman. Endi o'zi qayri ko'kni bo'lganini aytaman bog'chani. Qadimgi kichkinaligimda. Mana shu talbada ovqat qiladigan ko'kna bo'lgan bog'cha, bog'chada bolalarga. Hozir mana shu talbani ko'rsatdim-ku. Mana shu yerda bog'chada povurlar kichkinaligimiz. Biz hammamiz ovqat mana shu yerda povur bo'lgan. Mana bag'dan bo'limni ham ko'rsataman. Bog'chada bo'lganim bo'pti. Mana shu gullarni uni yurg'izangi. Mana boyaga undan oldingi videoda mana yerda bog'cha bo'lganda mana yerda bo'lim bizning gruppamiz. Mana yerda bog'cha bizning gruppamiz bo'lgan. Dorozda qaydaligini aytaman hozir. Bash to'g'rida o'tdi Dorozda bo'lgan bog'cha. Bizga mana deraza bag'dan bog'cha bo'lgan. Mana bu to'g'rida kirdim-ku, shu yerda bog'chaning darvozasi bo'lgan. Mana shu chekkada bizning gruppamiz bo'lgan. Deraza qaragan bir qavatli. O'sha bog'cha ham qachon bitgan? Revolyutsiya paytida bitgan. Urush davri, SSR davri, keyin mustaqillik davrida 95-96larda buzib, yana 96 kuzda xiyobon qilishdi. Dinozavrlarni tanishtirib ko'rsatamiz. Bo'pti. Mana bu yerda Avashno magazin bo'lgan. Meva, sabzavot, kartoshka, piyozlar, har xil Avashno bo'lgan laryok. Mana yerda laryok magazin bo'lgan Avashno. Meva, sabzavotlar. Mana shu kartoshka, piyoz, hammani sotadigan mana shu yo'lda bo'lgan. Hozir bag'dagina ko'rsatib tanishtiramiz. Mana shu yerda bizning gruppamiz bo'lgan bog'cha, deraza baq qaragan. Qadimda bog'chada bo'lgan paytimda mana bog'cha bo'lgani, mana shu yerda bo'lganman birinchi kichkina bolaligimda. Mana shu yerda deraza qaradigan bo'lgan. Mana shu yerda yo'l bo'lgan. Mana yerda o'ttidan deraza bo'lgan. Bilaman-da, xabarim bor, hamma biladi. Bilmaganlarga bildirib tushuntiraman. O'zlarini ham tanishtirib ko'rsatamiz. Bo'pti. Mana bu burchakda u ham o'sha alohida bog'cha, yonda obshi dvor o'yi bo'lgan.
Mana bu burchakda u ham bog'cha, yonda alohida bog'cha yonda ham bor. Общий двор 3-4 tami yo 5-6 8 tami bo'lgan shekilli общий двор uy, ha. Eliga qo'shniga alohida uy qani? Ana shunaqa общий двор urusda yashagan qadimda. Ana shularni 95-96da buzib, 96-kuzda xiyobon bo'lib bitgan. Xabarim bor, katta odamlar biladi. Men ham kichkinaligimda bilaman, xabarim bor. Bilmaganlarga bildirib tushuntiraman. Xudo xohlasa shu YouTube chiqsa, rasmiylashtirib, mana shu reysda mana shunaqa bo'ldi deb ko'rsatib tanishtiraman. Mana shu yoshlikni eslaymiz. Endi ag'ini tanishtirib tugatamiz. Bo'pti. Mana kirish darvoza. Hop. Mana bu o'rtada bog'chaning darvozasi bo'lgan. Mana yerda ko'kni ovqat qiladigan joy bo'lgan povurlar. Mana yerda bizda kiradigan bo'lim bo'lgan gruppamiz. Yerda mana yerda bo'lgan bog'chada. Hozir qarab tanishib ko'rsatamiz. Bo'pti. Mana shu yergacha bo'lgan. Hop, biz mana ijodni bajarib tanishtirib bo'ldik. Ana tomonda bolalar o'yingoh bo'lgan bog'chani, mana yerda ko'kni ovqat qiladigan joy bo'lgan povurlar uchun, mana yerda bizning bo'limimiz bog'cha bo'lgan. O'sha yergacha bo'lgan. Ag'i 2 qavatli bog'chaga yo'l bo'lgan bu yerda. Hozir endi devor qilib to'sishdi xiyobon qilgandan keyin. Mana yoshlarga tanishtirib, ijod bajarib tugatdik. Bo'pti, xayr, sihat salomat bo'ling.